darsimizni davom ettiramiz. Hop, bizda yangi misol berilgan. 4x kvadrat minus 9y kvadrat teng 36 teng x plus 3. Bu berilgan y chiziq va to'g'ri chiziqlarning kesishgan nuqtasidan y chiziqning fokuslarigacha bo'lgan masofalarni toping degan shart beribdi. Hop. Demak, mana bu y chizig'imizni tenglamasini, ya'ni buni hozir 36 ga bo'lib yuboraman. 36 ga bo'lganimda bu bo'ladi x kvadrat taqsim 9 bo'ladi. Minus y kvadrat taqsim bu 4 bo'ladi. Teng 1 bo'ladi. Bu esa giperbolaning kanonik tenglamasi hisoblanadi. O'zi aslida giperbolaning kanonik tenglamasi mana bunaqa: x kvadrat taqsim a kvadrat minus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1. Bu yerda a kvadratimiz bizda 9, b kvadratimiz 4 ga teng. A birimiz minus 3, a ikkimiz esa 3 bo'ladi. Xo'p, shuni teskari yozaylik. A birimiz 3, a ikkimiz minus 3 bo'la qolsin. B birimiz 2, b ikkimiz esa minus 2 bo'lsin. Xo'p, bizda a va b'lar bor. Endi sini topish uchun esa o'zining formulasi bor: a kvadrat plus b kvadrat. Hozir chizmasi orqali tushuntirib o'taman. O'sha a va b'lar giperbolaning qaysi qismlarini o'lchov ekanligini tushuna olamiz. Xo'p, bu yerda masalan a kvadratimiz 9 ga teng edi, b kvadratimiz 4 ga teng edi. Bu esa ilzosti 13 ga teng. Ilzosti 13 ga teng bo'ladi. Xo'p, shunda biz buni qanday yozsak bo'ladi? Mana a nuqtamiz xo'p, bu bo'ladi 3 0, a ikkimiz esa minus 3 0 bo'ladi. B'imiz esa b nuqtamiz 0 minus 2, b2 nuqtamiz esa 0. Xo'p, mana bunisi 2 bo'la qolsin, bu minus 2 bo'ladi. Xo'p, bizda C nuqtalar ham bor. Bu yerda biz C1 nuqtamizni esa ilzosti 13 0, C1 nuqtamiz ilzosti 13 0, C2 nuqtamiz esa minus ilzosti 13 0 bo'ladi. Xo'p, hozir bu nuqtalarni qayerga joylashishi biroz tasavvurimizga kelgan bo'lishlari kerak. Chunki koordinatalarni o'zgargandan keyin. Xo'p. Giperbolani chizadigan bo'lsak, mana. Xo'p. Mana bunday ya'ni mana shu giperbolani chizadigan bo'lsak, hop, mana shu nuqtasidan va bu nuqtasidan chizamiz. Hop, mana shunday deydigan bo'lsak, xullas mana o'rtada bu joyda shu nuqtasi. Hop, va giperbola mana bunday chiziladi. Hop,
keyingisi esa mana shu yerdan bo'ladi. Mana shu nuqtalarga urinib o'tadi. Bizni B nuqtamiz mana bu joyda. Bu minus B hisoblanadi. Bu A, bu mana bu joy esa minus A hisoblanadi. Xo'p, mana bu koordinatamiz nuqtalari hisoblanadi. Xo'p, endi bizda to'g'ri chiziqni tenglamasi berilgan. Xo'p. To'g'ri chiziqni tenglamasi berilgan. Bizda to'g'ri chiziqni tenglamasi berilgan. Xo'p. Bizda shartga ko'ra y chiziqning fokuslarigacha berilgan to'g'ri chiziq va y chiziqlarining kesishgan nuqtasidan biz hozir mana hiperbolamizni ko'rinishini belgilab oldik. Mana shuni mana bunday shaklda belgilasak bo'ladi. Bu hiperbolaning ko'rinishi. Xo'p. Endi biz y chiziq va to'g'ri chiziqlarning kesishgan nuqtasini topishimiz uchun 4x kvadrat minus 9y kvadrat teng 36. Y teng x plus 3. Kesishgan nuqtasini topishimiz uchun ikkalasini demak o'rniga qo'yish orqali buni hisoblaymiz. Chunki kesishgandan keyin bular bir-birini qiymatini qanoatlantirishi kerak. Xo'p, 4x kvadrat minus 9y ni o'rniga x plus 3 ni yozaman. Teng 36 bo'ladi. 4x kvadrat minus 9 kvadrati x kvadrat plus 6x plus 9 teng 36. Buni ochib chiqamiz. 4x kvadrat minus 9x kvadrat minus 54x minus 81 teng 36. Xo'p, bu yerda minus 5x kvadrat minus 54x bu minus bo'lib kelsa 81 ga minus 117 bo'ladi. Anlaşmasam shunday bo'lishi kerak. Hop. Va buni 5x kvadrat plus 54x plus 117 teng 0. Mana shu ko'rinishda bo'ladi misolimiz. Hop. Va buni nuqtalari mana. Xo'p, buni o'zim hisoblaganman. Yana qayta hisoblab chiqasizlar. x1imizning qiymati minus 3 bo'ladi. x2imizning qiymati esa minus 7,8 bo'ladi. Shunda buni x ning qiymatlarini y ga qo'yib hisoblasalaring, y1imiz 0 bo'ladi va y2 esa minus 4,8 bo'ladi. Taqriban shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi bizning nuqtalarimiz esa misol uchun qandaydir B nuqta deb olamiz mana shu narsani. B nuqtani o'zi minus 7,8 minus 7,8 minus 8 bo'ladi. B1 deb hisoblasak, B2 esa xo'p, minus 3 mana minus 3 0. Endi bizda mana bu nuqtalar, C nuqtalar, mana bu yerda giperbolaning fokuslari bor. F2, ya'ni markazdan mana shungacha bo'lgan fokuslari bor. Minus C bu S deb ataladi. Qiymatida mana shunaqa belgilanadi. Endi biz F1imiz bizda ildizosti 13 0 bo'lgan edi.
f2'miz esa minus ildizosti 13 0 bo'lgan edi. Xo'p, fokuslargacha o'sha kesishgan nuqtalari mana shular bo'lsa, uni fokuslargacha bo'lgan masofalarni esa biz masofani mana bu qoldir orqali ifodalar edik. Misol uchun b fi 1 mana shu bitta masofasini hisoblab qo'yamiz. Fi nuqta ya'ni ildizosti 13 dan ayiramiz plus 2 ketadi ekanimizda. Kvadrati buni formulasini yuqorida aytib o'tdim. Xo'p, y esa mana 0 plus 8 ning kvadrati. Ya'ni mana shunday qandaydir a qiymati chiqsa, mana shu fokuslargacha bo'lgan masofalar va keyingi b fi 2 qiymati ham xuddi shunday topiladi. Xo'p, keyingi misolimiz endi 4-misolga keldik. 4-misolga keldik. 4-misol deydigan bo'lsak, m0 nuqtadan mana bizda shart bergan. m0 nuqtadan 9 2 minus 2 9 2 minus 2 nuqtadan 12y minus 5z 12y minus 5z plus 5 teng. Mana shu tenglar bu endi fazoda to'g'ri chiziq tenglamasi xgacha bo'lgan masofani toping degan. Ya'ni tekislikkacha bo'lgan nuqtani toping degan. Mana shu m nuqtadan mana shu tekislikkacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Buning uchun mana d deymiz qandaydir. Xo'p, ax0 plus by0 plus c plus d modulda bo'ladi va a ning kvadrati plus b ning kvadrati plus c ning kvadrati degan formulamiz bor. Mana shu formulaga qo'yish orqali buni uzunligini topsak bo'ladi. ax0imiz, a'miz bu yerda, x'imiz yo'q, shuning uchun 0 bo'lib ketadi. Bu yerda 9 qo'yganimiz baribir foydasi yo'q. Xo'p, by0imiz esa ya'ni b ning o'rniga mana bu y0da koeffitsient 12 bo'lganligi uchun ko'paytiramiz. y0imiz bu yerda 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, plus c z'imiz ham bor mana bu yerda formulamizda. Mana shu joyda c z plus d bo'lishi kerak. Xo'p, c'imiz bizda minus 2 ga teng. Yo'q. Minus 5 ga teng. Z'imiz minus 2 ga teng. Minus 2. Xo'p, d'imiz esa 5 ga teng. Modulda bo'ladi. X ning kvadrati va 0 ning kvadrati 0. 12 ning kvadrati 144 plus c ning kvadrati esa bu yerda 25 bo'ladi. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Buni hisoblaganimizda 24. Xo'p, 10 15 bo'ladi. Modulda. Pastda esa 169. 169 ildizda. Bu bo'ladi modulda 39 taqsim 13. Ya'ni bizni D nuqtamizni mana shu nuqtadan shu tekislikkacha bo'lgan masofa 39 modulda taqsim 13. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, bu misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimiz, ya'ni limitlar haqida ekan. Limitlarni hisoblang debdi 5-misolimiz.
limitlarni hisoblang. Xo'p. Bizda avval savolimiz berilgan limit x intilganda cheksizlikka housda x minus xo'p x minus 2 x plus 3 demak limitlarni mana shu ko'rinishini ko'rgan ko'pchilik ya'ni talabalar bo'ladimi, o'quvchilar xullas qo'rqib ketishadi. Ya'ni bu tarafda ildizlar cheksizlikka intilgan. Bu ko'rinishidan biroz qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin bu yerda o'zining sharti bor. Agarda limit x intilganda cheksizlikka 1 taqsim x bo'lsa, mana shunaqa shart bo'lsa, ya'ni 1 taqsim x bu yerda 0 degani. Mana shu sharti bor. Xo'p, endi bu misolni qanday yechamiz degan savolning javobi limit x intilganda cheksizlikka. Ya'ni buni irratsionallikdan o'zi bu makrajni 1 deydigan bo'lsak, suratni irratsionallikdan qutqarish kerak. Ko'pincha biz makrajni qutqarar edik. Shunaqa vaziyatlar bo'lar ekan. X minus 2 x plus 3 endi buni irratsionallikdan qutqarish uchun men buni plusligini yozaman. Xo'p. Plusligini yozaman. Demak, mana shu yerda to'xtaydi bu. Va makrajda esa x plus x minus 2 x plus 3 ni yozganimda mana bular qisqarib ketishi mumkin. Ya'ni bular qisqarib 1 bo'ladi, shuni o'zi qoladi. Bu yerda hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Va endi bu yoqda nima bo'ladi desa, xo'p, bu yerda barobar bo'lmaydi. Mana shu joyda yozib qo'yamiz. Limit x intilganda cheksizlikka intilganda mana bu bo'ladi x ning kvadrati. Bu ikkalasini hisoblaydigan bo'lsak mana. Xo'p, shuni x kvadrat plus 3x minus 2x minus 6 buni o'zi yoziladi x plus 2 x plus 3. Demak, buni x ning kvadrati mana buni hisoblaydigan bo'lsak minus x kvadrat qosni ochamiz. Bu x edi, minus x bo'ladi. Plus 6 bo'ladi. Shunda makrajimizni o'zi qoladi, ya'ni x minus 2 x plus 3. Ya'ni x kvadratlar ketadi, 6 minus x qoladi suratda. Xo'p, mana shu joyda yozaman buni. Limit x cheksizlikka intilganda suratda 6 minus x qoldi. Makrajda esa x minus 2 x plus 3. Xo'p. Ya'ni mana bu shartga kelamiz. 1 taqsim x 0. Bu shartni keltirishimiz uchun mana shu noma'lumlarni eng katta darajasiga bo'lib yuboramiz. Buni eng katta darajasi x kvadrat, x ni o'zi. Bo'lib yuborganimizda qanday ko'rinishga keladi? Xo'p, mana 6 taqsim x bo'ladi. X ni x ga bo'lganimizda 1 bo'ladi, minus 1. Bu x ni x ga bo'lganimizda 1 bo'ladi, minus. Endi mana bu x ya'ni bu qanday ko'rinishga keladi desa, buni ochib chiqqanimiz mana bu ko'rinish. X kvadrat plus x minus 6 ga keldi. Ya'ni xo'p, mana shu yerda mana shuni qisqaroq qilib yozishimiz uchun mana shu yerda tushunishga harakat qilamiz. Mana bu ikkalasi esa bir xil narsa. Xo'p, buni ochganimizda x kvadrat plus x minus 6 bo'ladi, to'g'rimi? Shuni x kvadrat plus x minus 6. Agar
Men hozir mana bu x ni ham x ga bo'lib eng katta darajasiga bo'lib yuborganim uchun x ni x ga bo'lganimda 1 bo'ldi. Endi bu yerda x kvadrat bor, to'g'rimi? X ga bo'lganimda necha? Ya'ni mana bu x ga bo'lishim uchun bu ildizni ichiga x kvadrat bo'lib kiradi. Bu yerda esa bu yerda ham x kvadrat bor edi, 1 bo'ladi. Mana bu yerda mana x ni o'zi qoladi-ku. Bo'lganimizda bu yerda ham 1 qoladi. Yo'q. Bu yerda 1 taqsim x qoladi va 6 taqsim x kvadrat bo'ladi. Mana shu ildizni ichi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana buni ochib x kvadratga bo'lib yuborganda. Nima uchun x kvadratga? Bu yerda x ning katta darajasi x1, lekin mana bu ildizga kirganda bu x kvadrat bo'lib kiradi. Shuning uchun. Xo'p, endi mana bu 1 taqsim x bizga 0 ni berganligi uchun mana shu joyda yechimini yozaman. Javobini. Va bu ham 0 bo'lib ketadi, -1 bo'ladi. Buni ichi ham 0 bo'ladi. Va mana bu plus. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak. Bu yerda ham plus, chunki plusligiga ko'paytirgan. Xo'p, buni ichi 0 bo'ladi-da, mana bu 1 ni o'zi 1 dan 1 chiqadi. Yuqorida ham bizda 1 qoladi, -1 qoladi. Shunda -1 taqsim 2 bo'ladi. Chunki 1 bilan 1 2 bo'ladi. Javob -1 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni limitlar mana shunaqa ko'rinishdan qo'rqinchli ko'rinsa-da, aslida yechilishi oson. Keyingi misolimiz B misolimiz. Xo'p, B misolimiz. Limit x 0 ga intilganda endi sinus 3x taqsim sinus 2x. Mana shu misolimizni yechishimiz kerak. Xo'p, buning uchun mana yana bitta shart bor. Buni ajoyib limit deydi adashmasam. X 0 ga intilganda agarda sinus x taqsim x bo'lsa, bu 1 ga teng. Mana shu shartga qo'yib olamiz buni. Endi misolimizni yechadigan bo'lsak, xo'p, limit x intilganda 0 ga, xo'p, sinus 3x taqsim 3x ko'paytiramiz 3x ga. Baribir 1 ni beradi. Xo'p, yuqorida bu yerda sinus 2x bor. Bu yerda ham 2x ni yozsam, baribir 2x ni bu yerga ham yozishim kerak. Chunki qisqarib ketishi kerak. Ya'ni men shunday vaziyat qildimki, mana bunaqa va mana bunaqa. Chunki ular 1 ni beradi. Va bu bo'ladi mana limit x intilganda 0 ga. Bizda mana bu sinus 3x taqsim x 1 ga teng, 2x taqsim sinus 2x 1 ga teng. Shunda 3x taqsim 2x qoldi. Va bu x lar qisqarib 3 taqsim 2 bo'ladi javob. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimiz endi hosila mavzusiga oid bo'lar ekan. Xo'p, hosila mavzusiga oid bo'ladi. Bu yerda 6-misolimizga keldik. 6-misol dedik. Bu yerda mana y teng x minus 2 x plus 1. Y'imizni hisoblashimiz kerak. Y dan hosil olishimiz kerak, to'g'ri. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerda bo'linmadan hosila bor. Mana y dan hosila deylik. A taqsim b dan agar hosila olishimiz kerak bo'lsa,
Yo'q, umuman olganda shuni y demaylik. A taqsim b dan for hosil olishimiz kerak bo'lsa, demak, a dan hosila ko'paytirilgan b minus a ko'paytirilgan b dan hosila taqsim b kvadrat degan o'zini hosilani xossasi bor. Xo'p, mana shu formulaga qo'yib shu misolimizni yechamiz. Buning uchun men buni oson ko'rinishga keltira olishim kerak. Ya'ni x minus 2 ni 1 taqsim ikkinchisi x plus 1. Xo'p, misolni yechishni boshlaymiz. Y dan hosila x minus 2 ning 1 taqsim ikkinchisidan hosil olamiz. X plus 1 minus xo'p, x plus 1 dan hosil olamiz. X minus 2 ning 1 taqsim ikkinchisi. Endi makrajda esa x plus 1 ning kvadrati. Endi buni yozadigan bo'lsak, mana bu murakkab hosil hisoblanadi, chunki darajasi xo'p, murakkab hosil desak ham bo'ladi, qaysi ma'noda. Darajasi oldinga tushadi, ya'ni 1 taqsim 2 oldiga tushib, yana darajasidan 1 dan ayiramiz, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Ichidan hosil olsak 1, bu mana bu ko'rinishda bo'ladi. X minus 2. Ya'ni minus 1 taqsim ikkinchisi bo'lib qoladi. Va ko'paytirilgan x plus 1 minus va bu x dan hosili 1 bo'ladi, to'g'rimi? Bizda x minus 2 ning o'zi bor. Xo'p, pastda esa x plus 1 ning xas kvadrati. Bu mana shu ko'rinishda qolsa ham bo'ladi, ochib chiqsa ham bo'ladi. Shu ko'rinishda qolsa ham to'g'ri. Biz asosiy funksiyasini bajardik. Keyingi o'yinni ochib olamiz. Y keyingi misolimiz mana b shartida aytibdi. Y teng hop, y teng sinus kvadrat 3x adashmasam, sinus kvadrat 3x dan hosil olishimiz kerak. Demak, biz hosil olishimiz uchun, ya'ni bu murakkab hosil ekan. Sinus x ning hosilasi o'zi cosinus x hisoblanadi. Buni darajasini olsak 2 oldiga tushadi. Ichidan hosil olsak 3 va o'zi yoziladi. Sinus 3x va sinus 3x dan hosili cosinus 3x bo'ladi. Endi bizda bu yerda bir ajoyib xoslasga kelib qoldi. Ya'ni 3 ko'paytirilgan, 2 ko'paytirilgan sinus 3x cosinus 3x. Bu sinus 2x deb beradi. Va 3 ko'paytirilgan sinus 6x desak bo'ladi javob. Ya'ni mana bu sinus 2x ning formulasi, ya'ni 2 ko'paytirilgan sinus x cosinus x mana shunaqa xossasi bor edi. Xo'p, bu misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi integrallar mavzusiga o'tamiz. 7-misol deylik. Integrallarni hisoblaylik. Xo'p. Demak, A misolimiz 4 dan 9 gacha dx taqsim bizda x minus 1.
Demak, mana shu misolimizni yechishimiz kerak. Buning uchun ya'ni 4 dan 9 gacha 1 taqsim x minus 1 ning 1 taqsim ikkinchisi dx shaklida yozilsa bo'ladi. Ya'ni bundan boshlang'ich olishimiz uchun endi integral endi asl holatiga qaytarish funksiyani hosil olinmasdan oldingi holatiga qaytarish hisoblanadi. Xo'p, buning uchun ya'ni x minus 1 dan ya'ni boshlang'ich dedik. Minus 1 taqsim ikkinchisidan boshlang'ich olishim kerak. Buning uchun men darajasiga 1 qo'shib maxrajga yozishim kerak. Darajasiga 1 qo'shsam 1 taqsim 2 bo'ladi. Maxrajga yozaman. Ya'ni 2 ko'paytirilgan bo'ladi bu. X minus 1 bo'lishi kerak. Xo'p, demak mana shu holatga kelar ekan. Bundan boshlang'ich olganimizda mana shu holatga keladi. Endi buni oraliqlari bor ekan, 9. Qo'yganimizda, hozir 9 ni qo'yganimizda 8 bo'ladi. Ko'paytirilgan 8 bo'ladi. Buni ham 4 ga 2 deb olsam bo'ladi. Minus 4 ni qo'yganimda 3 bo'ladi. 2 zosida 3 bo'ladi. Buni hisoblasam, mana bundan 2 chiqqandan keyin 4 ko'paytirilgan ildizda 2 minus 2 ildizda 3. Demak, integralimizning javobi mana shunaqa bo'ladi. Keyingi misolimiz, bu ham integralga oid. Va adashmasam oxirgi misolimiz ekan. B shartida x ko'paytirilgan integral x ko'paytirilgan sin x dx. Mana shu hisoblashimiz kerak. Demak, buni udg deb tugatiladi ko'p hollarda, lekin men o'zim foydalanadigan usul, ya'ni a b dan ko'paytmadan hosil olsam, ya'ni men ishlatadigan usul hisoblanadi. Shunaqa o'rganganmiz biz. A dan hosili b plus a ko'paytirilgan b dan hosili bo'ladi. Agar shundan integral olib yuborsa, ya'ni mana bu ko'rinishda integrallasak, buni yoyilgan holatini plus agar b dan hosilani hop integrallaydigan bo'lsak, mana bu a ko'paytirilgan b a b plus a ko'paytirilgan b dan hosil. Mana shunaqa ko'rinishga kelgan bo'ladi. Misol uchun men mana shuni o'zini topib oladigan bo'lsam, a ko'paytirilgan ya'ni a ko'paytirilgan b dan hosili. A ko'paytirilgan b minus ab. Mana shu ko'rinishga keladi. O'zimiz uchun formula yaratib oldik. Xo'p. Endi men mana bu x ni a deb olaman. A teng x ga bo'lsa, a dan hosili 1 ga teng. B dan hosilani men mana shu b dan hosilani sin x deb olaman. Boshlang'ich esa minus cosin x bo'ladi. Chunki minus cosin x dan hosil olganimizda cosin x hosilini sin x minusdan qisqarib sin x ni o'zini beradi. Endi mana formulaga qo'yamiz. Xo'p, a ko'paytirilgan b dan hosili a ko'paytirilgan b, a ni o'rniga x bor, b ni o'rniga esa minus cosinus x bor. Minus x ni o'rniga yozdim. Cosinus x. Xo'p, minus xo'p, a dan hosili nimaga teng? 1 ga teng. B ni o'zi qiymati minus cosinus x, ya'ni minus oldinga chiqib plus bo'lganda cosinus x bo'ladi dx. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, minus x ko'paytirilgan cosinus x
plus cosine x nimani hosilasi, sin x ni minus sin x ni hosilasi hisoblanadi. To'g'rimi? Yo'q, sin x ni o'zini ekan. Sin x ni o'zini. Chunki sin x dan hosila cosine x bo'ladi. Plus c. Demak, javobimiz mana shunday bo'ladi. Mana shu integralni mana shu ifodamizni hisoblasak, integral oladigan bo'lsak, shu ifodadan, demak, mana shu ko'rinishga kelgan bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlar bilan xo'p, 7 ta misol davomida muomalada 7 xil mavzu bo'yicha misollarni ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa, mana shu misollarni ko'rish orqali sizlar yakuniy imtihonlarga yanada yaxshiroq tayyorlanishlaringga bu imkon bo'ladi. Xo'p, videoni do'stlaringizga ulashib qo'ying va ular ham bu videoni ko'rish orqali agarda o'sha yakuniy imtihonlardan yiqilmasdan muvaffaqiyatli o'tib olsa, biz o'sha o'ylagan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Xullas, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.